Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Biz mana navbatdagi ishimizni Ohangaronda, Olmaliqda, mana bu katta jome tarafda qilyapmiz. Xudo xolasa, mana shu joyda chiroyli holatda tunuka fog'larini qilib berdik. Tunuka fog'larini ko'rib bir baho beribsiz. Bu yerda biz tarnovlarni, tunuka fog'larini, vodostoykalarini tushirib berganmiz. Ko'cha tomoni ichkari darvozaxonalari va ichkari shapkalarini ponni kruglar qilib, kruglar tanlovlarini qo'yib beryapmiz. Tanlovlarimiz ham eng chiroyli zamonaviy tanlovlardan. Tunuka fondi ham karnizi chiroyli, o'rtasida tilla nerjaveka va juda chiroyli holatda nimasi bor. Kimda kim shu tunuka fon xizmati kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. İşimiz hali videoda oxirida ko'rasizlar. Juda chiroyli holatda bo'lib bitdi. Mana bu burchaklarini ham juda chiroyli qilib tunuka fog'larini qilib berganmiz. Kuruglar siliflarini qo'yib berdik. Turbalarini ham mana tushirib, juda chiroyli holatda ishimizni 4 kunda qilib tugatyapmiz. Undan tashqari bu yerda endi boshqa ustalar ham ishlashyapti. Mana bu darvozaxonalarini ko'ring. Darvozaxonalari ham juda chiroyli alkafon fasonda bo'lib bitdi. Mana o'rtalariga tillalardan qo'yganmiz. Materialimiz ham notor glansiviy. Shu alkafonga o'xshab chiqadigan materialdan juda chiroyli bo'lib bu ishimizni 4 kunda bitkizyapmiz. Undan tashqari mana bu darvozaxonasi, mana bu darvozaxona, mana ayvonchalarini qilganmiz. Qaranglar, kichkina joyga ham juda chiroyli holatda tunuka fon qilsa bo'ladi. Ayvonimiz yana 1.95, uzunligi 9.80. Mana bu shapkamiz esa 40 chiqqan, bunga ham juda chiroyli qilib tarnov turbalarini qo'yib, mana bunday qilib mahkamlab, svarkalab, zo'r qilib berdik. Mana xudo xolasa ishimiz yoqqan bo'lsa, bitta like qo'yasizlar. Mana bu taraflarini ham juda chiroyli qilib, tarnovlarini qilib, mana bu ichki burchaklarini ham chiqarib qo'ydik. Lekin darvozaxonaga mana shu fason yarashibdimi, qaranglar. Juda skromniy fason bo'lgan. Undan tashqari mana bu joyda 15 metr devorning tagini ham tarnovsini qo'yib, turbalarini ham qo'yib qo'ydik. Mana qaranglar. Bu yerda ham devor tagi 25 sm chiqqan. Bitta joydan turbasini tushirib berganmiz. Lekin chiroyli bo'lib, xudo xolasa ishimizni bitkizyapmiz. Ish jarayonlari davom etyapti. Mana Jo'rabek xizmatda ishlab zo'r bo'lib bityapti. Videoga olmang meni deydi doim Jo'rabek, chunki butun tanishlari faqat internetda o'tiradi. Bu bolani bu boshqa ishi yo'q. Mana shu bolani ko'rishdan boshqa. Ya to'g'risi. Butun mana shu nimalari-yu, mana shu tanish bilishlari mana shu tunuka fonni ko'radi. Ya'ni bu bolani ko'rishdan boshqa ishi yo'q. Nima bo'ldi? Ha. Qo'ying, chala qolib ketadi. Qarang mana, chala tashlab bo'lmaydi ishda. O'yinlarni ham artib qo'ying, peshonalarini. Mana shunaqa qilib ishlaymiz-da, xullas. Undan tashqari mana materiallarimiz ham salabqonga o'ralgan holatda keladi. Ana bu yerda yana turibdi. Endi u material qayerga desangiz, mana bu tomini ochish kerak edi. Bu yerda yomg'ir ko'p yog'ar ekan. Shunga mana bu tomini ochtirmadi egasi. Mana bu eski tomda mana bu joy. O'shani ochtirmadi. Bu yoqdan ko'rsatay desam, bu yog'i naves bo'lgan. Mana bu joyda eski tomda xudo ko'rsatadi. Lekin mana bu joylarni ham mana chiroyli qilib turbalarini tushirib, mana bu joylarini yopib, chotki qilib berdik. İşimiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'yasizlar. Obzor ham zo'r bo'ldi. Rasmga oldingmi, xolos olib? Mana shu bola rassom bola. Shu oyazlar, Muhammad Ali. Mana bu ustalar mana juda chiroyli holatda ishlashyapti. Xudo xolasa bu ustalar ham biz bilan bugun yakunlaysizlar, xudo xolasa sizlarga ham finishni sekundanta bugun. Bugun oxiri mana. O'zi biz kelishimiz ketgan ekansizlar-da. Mana ustalar ham ishlashyapti. Farg'onani Qo'qondan kelib, biz esa Andijondamiz. Qaranglar, juda chiroyli qilib mana bu joylarda qilishdi, shuvashdi, boshqa qilishdi. Biz tunuka fonini qildik. Bizdan keyin yana kimlardir kelib ishlaydi. Lekin qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib bitkazdik. Kimda kim shunaqa tunuka fonlar xizmat kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, chotki qilib bitkazib beramiz. Yo'q, talay ko'p qo'yasizlar endi.